أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ilm usul fiqh degan ustoz Abdulvahhab Xallab degan mush kishining bu risola bu kitobni dars qilgan edik. Dars qilib bunun da kitapninki mesela bu ilmul fiqhi ve ilmi usul fiqhi bu ikisiki g'oya maqsad nima? Onun bilan qisqa tunishgan to'q. Onunki mesela taraqqiy qilishi qaysi vaqtlar taraqqiy qilgan bunun da saadet davridimi mesela Rasulullohning davrida yoki sahobalarning davridimi yoki undan keyingi tabiin va undan keyingi davridimi? Onunla bir kata bir tunuşup icmali tarikada tunuşup çıkıntık. Ve onu anandıkin kaysi baskışta, kaysi devirde bunu topluğallığını demek bu ahkam fikiniki köparağı Hicriye'nin 3. asırda bunun toplanğanlığı bundan kıskısa tunuşup çıkıntık. Bunun da kep toktapka yerimiz مشو أما علم أصول فقه فلم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري diyeniz toxtab kelmiz. Muşanızın dersimizde devam qilishimiz. Sanıp deydi. أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري لأنه في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه فالرسول كان يفتي ويقضي بما يوحي به إليه ربه من القرآن وبما يلهم به من السنن وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد. وأصحابه كانوا يبطون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم النصوص ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول ووقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع. ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشابهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية ولم تبقى الملكة اللسانية على سلامتها وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص دعت الحاجة إلى وضع قواعد إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق. İlm usul fiqh bu kaçan payda olgan degende bu ilmi usul fiqh Hicriye 2. asırda payda oldu.
Nima uchun ondan burun bo'lmadi hijra birinchi asrda yoki Saodat davrida, Rasulullohning davrida deganda, chunki avvalgi hijrda, avvalgi hijriyaning birinchi 100 yilida, qarnil hijr avvalicha u usul fiqhiga hojat tushmadi. O vaqt Rasululloh alayhisolom naq boti. Rasululloh alayhisolom o'zi fatvo qiladi mustabdiylarga va Rasululloh alayhisolamning Rabbi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdan vahiy qilingan narsalarni Rasululloh alayhisolam o'zi hukm qiladi. Va sunnat sahihidan iborat Allah cho Rasululloh alayhisolamga ilhom qilgan, ilhom bilan ham uni o masalani bitirib qiladi. Shuning u Rasululloh alayhisolamning fitri, xilqi, uni ijtihodi o'zi bil yoritilib ketgan. Rasululloh alayhisolamdagi ijtihodi olib narsalar hukm qiladi. Nima bo'lmasdan onu alayda istinbat, ijtihodga ulashtirib qo'ydigan qoida va usulga hojat tushmasdilar. U vajdan bu hijriyaning birinchi asrda, avvalgi 100 yilda bu usul fiqhi degan gap bo'lmagan deydi. Hijriya 2-asrda yuz bergan. Endi Rasulullohning sahobalar kelsak, sahobalarmi shunday qilgan ana. Bular fatvo qilgandi. Va uning uchun o'ziniki sog'lom arabcha malika, ya'ni quvvati rosiha Alloh subhanahu va taolo ashlarning vujudida o'rnatgan, ashlarga Alloh subhanahu va taolo hadiya qilgan, so'g' qilgan ashlarning vujudidagi bir malika rosiha, bir yushrun, bir nima, bir kuch, arabcha sog'lom ularning bir malika, bir xil sirri, bir yushrun kuchlar bilan u Qur'oni Karimning nasridan tushunish bilan hukm qiladi. Rasulullohning sahobalar fatvo qiladi va hukm qiladi nima bilan? Naslar bilan. Ki tushunadi u sahobalar u nasni o'zlarining arabcha malikalar. Malika ya'ni quvvati rosiha. O'ziniki yushrun ilmiy kuchlar Allah tarafidan ato qilingan malikalar. Ki sağlam hech qanday u vaqtda elqi ajamlarga aralashish yoki boshqa diyonatlarga aralashish u bu bo'lmagan. Boshqa yangiliklar u bu har xil yangi masalalar duch kelmagan. Mana shunday salim bo'lgan arabcha o'zining malikalar bilan tushunib, naslardan hukm qiladi. Unda arabcha lug'at qoidalarga hojat tushmasdan ki u lug'aviy qoidalarcha ularni qanday qiladi? Elqi nasni tushunishga opirib yetaklab yo'l ko'rsatib qo'ydigan lug'aviy qoidalarga hojat tushmasdan, muhtoj bo'lmasdan ular qanday qiladi? Fatvo qilib, duch kelgan masala hukm qiladi deydi. Va istinbat qiladi o sahobalar. Nima desa, ening haqiqat nas kelmagan narsada o'zinki tashri'iyya bi malakatihim tashri'iy. O'zining tashri'iy malakasilar. O'zini Alloh subhanahu va taolo ashlarning vujuda bergan, Alloh shularga ilhom qilgan, Alloh ato qilgan o'ziniki nima maliki rosga bir mustahkam qalbidagi bir ilmi ato bilan Alloh subhanahu va taoloning ato qilgan ilm bilan ular uning uchun bir narsaga istinbat qiladi, naskamaga yerda undan ahkam suzib chiqarib oladi, nasamaga yerda. Ki التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول. Andaq bir təşri ki merkezleşti bu təşri özlerinin vücudlarında, özlerinin konularda. Qanda qilib nemi sebep bo'lgan bularning mushunchalar bir mol, bir boylik, bir shundoq bir mash'al kabi chaqnab turgan bir ilm ma'rifat, bir xil quvva, malika rosiha bularning vujudi qandaq o'rnab qolgan desa, andaq bir tashriki markazlashib qolgan bu tashri ularning vujudida, ularning nafslarida ular suhbat bo'lganlik tufaylidan Rasulullohga har doim Rasulullohni lozim tutib nagvas billi berib nemidi sizuni mustahkam naite shash aqlliq o'zing aql anglab qolmasdan uni amaliy faol turda bija keltirib
Muşlardan ibaret Resulullah'ın kıskığına muş 23 yıllık hayatı degендek o Resulullah olan sohbetliş arkalık bu teşriiye, meleke teşriiye ular merkezleşken deydi. Muş yüzünki meleke teşriiye bilen ne sonmuğa yadı istinbat kılıverken sahabılar. Va o sahabe keremlerinin tuğallıqның cəhdidən ayet-i kerimnin tuş sebebinin özü ne düşken, kimler düşken, kaçan düşken, neyim sebep? Ulan nek ayanan ve beyanan hazırım nazır bilgeçken nek şu meydanda bu başka ve hadis-i şerifinin kegellikine kilis sebeplerinin üstünde hem tuğallık için ula. Ula demek o ilki kavaid logviga onu nasıl düşünüşküçü apırdığın lügat kaidelerine hacet düşmegen. Ular şunak şu nim kılattı mesele üstü petva kılıp yeni meselelerde ve hüküm kılıp kılattı deydi. Ve onların ki وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع وأولارنا قلقة şöngeliklen şari Taala'nın maksatlarını ve bu şari Taala'nın kanun çıkarış prensiplerini ula düşünüşülen ula çok nesu mugayyada istinbat kılıp patva ve nim kılattı patva kılattı ve hüküm kılattı. Xoş, Ejriyaninki bu nimede deslep basqışmışına xoğan deylemdi. Resulullah'ın ve sahablarının devriki saadet devrinde mışna boğan. Enandın kin bu evvel asır tügendin kin İkinci asır kirdemdi. Velakin lemma tesa'at futuhul İslamiye. Lekin İslam azatlığı bu biraz İslam coğrafya harita İslamiyet'inki mesela yar abiyumi dairesi kengiydi. İslami putuhatlar kengiydi. Arapların başka acemle arlaştı. Ulaço ve teşapehu diyenço yani ulağım da kılıkı yüz gekkelip muhatı hitap kılıştı ve teşapehu muşapeha şepevi de koyun yapama anışış intan şepevi diyendek. Ulaço birbirine hitaplaşıp bunların sözleşip bunda kılıbdı. Bir anlaşıp hitaplaştı Arapla Ecemlerle. Ve tekatabu bu bir özara bir hat risal yollaştı mıjnak boldu. Kirdi Arapların içine nurgun ve ham sözlük ve Arapça bulmagan nurgun uslupla kirip ketdi. Şunun bu Araplarınki ilki til hakkıdaki tilninki ilki nimsi salametlik üstüde ilki melek rasıha kapkanmadı. O asasda üzgürüp başkalarınınki ecemlerinin tesir kılıp ularının o tilninki sağlamlığı kılmaya kapkaldı. Şunun ulan biraz iştibahlı köpeydi. Şübülüş. Bunun başına iştibah gelikimizi nimege ilk hakiki manisini bir ayet ya hadisin manisini nim kullanmay ilk muteşabih bu kalıp bu muddet ilk bir neçe ihtimalli olgan mandak bir nimelerde biraz eniq bulamay qıp kaldı. Onun mana muradi muayyen bulmay bu iştibah ve ihtimalatlarına köpüp kaldı. Bu mudu bunun mana muradi Halik Teala'nın şarine maksadı ya bu mudu diyen oxşuş iştibah ihtimalatlar köpüp gitti. Nesni düşünüş Kur'an hadisini düşünüş şeriyanda. Şu sebeplik hacet düştü. Nimi gelse bir kontrollü koğuçunu koyuşka ve logavi kaidelerini koyuşka hacet düştü. Mesela nimi de bu karnın hicril evvelde buna hacet düşmügen. Maya kelip başkalarla arılışış bu muşabehe, mukatebe, mudahala, muşlavlen bu biraz tildeki sağlamlık kanmay kandak oldu degende kaide ve kontrollü zavabıtlarını şurutlarını kuyuşkaca düşüp kaldı. Enanlen nesni düşünüşke bir imkaniyet bolsun için, kadir bolsun için. Kandak ki Araplarımızı nesni aşkege nesni üzün tillen düşenigen kokşaş nesni düşünüşke bir kadir bolsun için
lug'aviy qoida va zavobit bularni qo'yishga hojat tushib qolib qoldi deydi. Qandaq hojat tushdi nimaga desa, nahviy qoidalarni qo'yishga hojat tushib qolib qoldi. Sabab aniqlan bir so'zdagi nahviy masalan iboralarni o'qish jarayonidagi shu nutqa kalomlarni to'g'ri o'qish, uning irobiy u bu xalallikdan ijro qilish. Demak, ammatan nutqining sog'lom ekanligiga bir mumkinchilik bo'lsin uchun nahviy qoidalarni qo'yishga hojat tushgandek, shu vaqtdami hijriyaning ikkinchi asrida nususni tushunishga hojat tushib qolib qoldi. Nimaga? Zavobit va qavoidul lug'ani qo'yishga. Shu vaqt qo'yildi deydi. Bu usul fiqhiniki, ilm usul fiqhi shu demak ikkinchi asrda maydonga keldi. Va uningdan burun buni qo'ygan hojat tushmagan usul fiqhiga deydi. وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما يحتج به دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها. ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه. Şuna o'xshash bu usul fiqh ilmninki ikkinchi asrda buning maydonga kelishi saodat davrida emas, ikkinchi asrda maydonga kelish sabab lamma ba'udal ahdu bi fajr tashri. Bu fajr islom tang nuri chaqnagan mushununga zaman bir oz uzoqlashdi. Zaman uzoqlashuvdi al ahd zaman. Uzaq holda arıqda bir asr onundan qaraq vaqt ütüp ketib bu aralıq uzaq buluvdi. Əhl-i hadislə əhl-i rəy arlıqda biraz münaqişə, münazara, mücadele qattiq keskin buluvdi. Ve bazı zavil ahvala özünçüm da xahiş boyunca ayet hadisini mındaq düşündürülgan, tefsir kılıdığan. Bunun için bazı özünki zavil ahvala cüret kılalıvdı. Nimaga desa, eninglan hujjat keltirgili bo'lmaydigan narsalar bilan hujjat keltirishga, hujjat yormaydigan narsadan-chu men mana degan, anna degan deb yurib, hujjat keltirish loyiq bo'lmaydigan narsalardan hujjat keltirishga ba'zi zavil ahvo, ba'zi nimalar ozg'unli firqalar o'zining aqlni shar'iydan, aqlni naqldan ustun qo'yib olganlar masalan jur'at qilib edi. Ve inanılan hüccet keltirishning ba'zisini inkar qilishga jur'at qildi, hüccet keltirishga loyiq bo'lgan narsaning o'zini yo'q bu hüccet yaramaydi deb turib oldi. Hüccet loyiq bo'lmaydigan, hüccet keltirish salohiyat bo'lmagan narsani hüccet keltirib turib oldi. Mushnunga ba'zida jur'at qiladi, ba'zi mendaq havoyi havas, bid'atxo'rlar, ba'zi mushunaq kunimizdagi Qur'onchi, uchi, buchi degan o'xshash. Muş o'xshash insonlar mushu maydonga chiqib to'g'ri turib oldi. Bu haqiqatning to'g'ri o'ziniki sog'lom yo'linishida eqishigacha putuga shang'ib turib oldi. Shundoq bo'g'ash chaqirdi, sabab bo'ldi mushlarning hammasicha bir davobit, bir kontrolli qo'yguchini qo'yishga chaqirdi, sabab bo'ldi. Va nurg'un bir ilmiy shar'iy dalillarning o'zini bahs qilishga bu chaqirish sabab bo'ldi. Va u shar'iy dalillardan dalil talab qilishning sharti haqida bahs qilishga bu ahvol, bu xil putlaqashlar sabab bo'ldi. Va u shar'iy dalillar bilan dalil talab qilishning qanday ekanligi haqida bahs qilishga bu sabab bo'ldi.
Muşu istidlaliyet ve aş lugavi zavabıt aş lugavi zavabıtlarının ki bahsinin umumisinden ilm usul fiqh meydan geldi. Muşundan koraştı deydi. ولكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود أول نشأته ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسباره المئتين بدأ منصورا مفرقا في خلال أحكام الفقه لأن كل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به وكل مخالف كان يحتج إلى مخالفه بوجوه من الحجج وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية لكن أما bu ولكنه بدأ صغيرة lekin bu kichik boshlangan bu usul fiqh ilmi hijriyaning 2 asrda shu nimada shu zavobit va qavoidul lug'aviyni qo'yishlan billa kichikkina daslibda shundan boshlangan. Qandaq yeni tug'ilgan bir bovoqning o'qishi buning o'qishi. Qandaqki tepilatdi, tug'iladi yoki yangi bir tug'ilgan bola o'zining avvalgi nash'itida dastlab tug'iladi, summa tadarraja fin numuvi. Anankin tadrijiy uning badan qurish taraqqiy qilib, kun sanab yo'g'ongandek, bu daslibda bu usul fiqh kichik boshlangan deydi. Hatta bu yetti bu usul ilm usul fiqhininki asbar sıfır cemis asbar yani bu asbar çoğun kitaplar demek yoki klasik eser yoki bir mansi bu Tevrat'ın parlarının asbar deb qo'ydi. Mesela yahmilunaka masal asbara kema ayet var ya. Mesela حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا degan bir oyat var. Asfar bu Tavratning bir parchalari yoki bir mansi klassik asar va boshqa mansi cho'ng-cho'ng kitoblar. Demak, hatto yetti bu ilm usul fiqhining kitoblari 200 yetib ketdi deydi. Dastlab kichik boshlanib, oxir musha yetdi. Bu kitap, bu ilm usul fiqhi chechiqliq fiqhning hukmlari arsa chechiqliqdi. Boplashtirilgan emas, g'ayri mubavvab va g'ayri murattab, g'ayri munazzam shundaqdi. Boplashtirib bundoq qilgan ish yo'qdi. Chechiq boshlangan fiqhiningki ahkomlari orlig'ida daslibida. Chunki nima uchun bu chechiq desa, har qanday mujtahid bo'lgan kishi bu to'rt imomlardan bo'lsin, boshqalardan bo'lsin, o'zining hukmining dalilga sharat qiladi-da va o'zining shu dalildan dalil keltirishning vajisiga shuni sharat qiladi. Va buni qarshi kuchlarmi, buning qarshi mazhab yoki qarshi ra'y fikrdikimi u o'zining muxolifsiga hujjat keltiradi-da, nurg'un va nimalar hujjatlar bilan. Mushu dil talab qilish va mushu hujjat keltirishning hammasi oxiri usul fiqhininki mushu kontrollik ostiga qatlanadi bularning hammasi ashuncha kirib ketdi nihoyatda deydi. وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في صفر على حدة الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما ذكر ابن النديم في الفهرسة ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. أمد مشو fiqhi masalalar orlig'ida chechilib ketgan, tartiblanmagan. Onun uchun mushu usul fiqhining chechiq qoidalarining o'zini bir alayda majmua, bir to'plama, bir mustaqil ma shaklda bir nimada bir kitob, cho'ng bir P0 bir kitob shaklda
ala hidetin yüz müstakil mandah bir şekilde toplanan kişinin evvelkisi cemi kişinin evvelkisi İmam Ebu Yusuf deydi. Ebu Hanife'ninki sahibi. Ee, Kandaki bunu İbn Nedim degan kishi Pehres degan kitobida shuni tilga olgan deydi. Lekin bu Abu Yusufninki bu majmuasi bizga u Abu Yusuf rahimahulloh yozgandek, to'plagandek u yozgan narsa bizga ulashmadi, yetmadi deydi. وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي، وهي أول مدون في هذا العلم وصل إلينا فيما نعلم، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول علم الفقه الإمام الشافعي. Bu ilimnin kaidelerinden, bu ilimlerin kaidelerinden toplagan kişinin en evveli ve bunun bahslerden toplagan kişinin evveli onu bir toplandık kılıp cuglandık kılıp ve müstakil kılıp o kitabın özünü bu xil ilimni hem yalaka çeçik emas resmi bab paslı mebhas bundak mürettep tertip bilgen kılıp toplagan kişinin en evvelkisi hem bu qo'llab quvvatli qilib har qandaq unicho u nimidin bo'lgan u ilmdin bo'lgan har qandaq bir kontrolg'uchi bir qoidani hujjat bilan uni qo'ygan ko'z qarash bilan buni har qandaq kontrol qiluvchi bundaq nima qilgan holda bir qo'llagan holda quvvatlagan holda mushu ilimni to'plagan kishining avvalgisi kim o? İmam Muhammed ibn İdris Eş-Şafi'i. İmam Muhammed ibn İdris Eş-Şafi'i. O kişi şu hazırki cak kurban bu şehit olgan cak kurbanlık bedel töleyen şu Gazze adam tılgasın naiti tiyidin kalbinin birinci yığılaydı o yani yaş töküs geliyordu. Muşu Gazze'de tugulgan kişi bu. Keyin Mekke'de çoğulup ne bu bolgan. İmam Muhammed ibn İdris Eş-Şafi'i bu hicriye 204. yılı töp ketken deydi. Bu kişi bu şu ilim barısında fakat ketebe fihi risaletehu fihi ay ilmiga ilmi kaytudu min kavaid hazel ilm gene ilm. Yazdı bu kişi bu şu ilim barısı yüzden risale yüzden risalesine. Risale diyen bir kitap bu kişinin kim? Sulh barısı da arkadaşlar. Ki sulh'a alakadar olan Risale degan kitapni yazgandi. Ki onun sahibi ay usul Risale degan kitapni u kishidan bo'lgan Risale degan kitapni bu kishining sahibi do'sti Ar-Rabiul Muradi degan kishi rivoyat qilgan deydi. Mush kishi qoldi onunki to'plab mukammallashtirib unga shu kishi boshqa keyingilarga ulashtirib ketgan. Bu Risale degan muş ilim barisi toplangan kitapning avvalgisi İmam Şafii'nin Muhammed ibn İdris İsmail'nin Ar-Risale degan kitobi dastlabda to'plangan kitapdir. Mush ilim barisi ki ilm usul fiqh barisida. Bizga ulashdi. Biz bilayotgan narsa haqida u kitob bizga ulashdi. Mush zaten meşrulda ulamalarning tillari ara. Tillar usta tildan tilga yetkilib nima deb shu mashruldagi ilm fiqhininki usulining dastlab qo'yg'uchisi imom Shafiy Muhammad ibn İdris mush kishi deb deydi. İmam Shafiy mushu dastlabda yozgan degan gap o'lmalar aramın nayt mashhur oldu deydi. Xo'sh.
Dersimizin davamı 2 saat doludu. Vaqt itibariyle başlanan kifayenimiz ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.